muolajadan oldin va muolajadan keyin peelingimizni обязательно surtamiz. Sasuvlardan muammolar bor ekan, qizarish bor yuzlarida. Mana shuncha ip qo'yildi, hozir 90 ta ip qo'yildi. Gematoma sinyaklari yo'q, lekin sinyaklar chiqib qolishi mumkin. Ular oldini olish uchun patsientlarimiz bir oy sinyak va gematoma bilan yurmasligi uchun Shore Professional'ni peelingni qilamiz, sasuvlarda ishlaydi. Undan keyin 3RL bu yerda 3 xil peeling bor sostavida. Bular hammasi kapsulada joylashgan. Bu kapsula terini tagiga tushib, terini ostida yoriladi va sasuvlar bilan ishlaydi, gematomani oldini oladi, oqartiradi, shramlarni yo'q qiladi. Retinol terini ostida почти 21 kun turadi. Terini ostida 21 kun davomida ishlaydi.